ko'kda ziyon istab samolarga uchradim. Adam dashti balolarga, fanolarga uchradim. Balolarga, fanolarga uchradim. O'shal orzu, o'shal tilak, kuyingda titrab yurak. Surat bo'lak, sirat bo'lak, siymolarga uchradim. Sirat bo'lak, siymolarga uchradim. Aziz, oyimga baqirma. Nega oyimga baqiryapsan-a? Agar turmushing o'xshamagan bo'lsa, hammasiga o'zing aybdorsan. Pochchamdan har kuni pul so'rar ekansan. Bechora har kuni senga pul beraman deb do'stlardan qarz bo'lib ketibdi. Shuncha pulni nimaga ishlatasan har kuni, ha? Bir kun pul bermaganiga hamma kiyimlarini olib qaychini qirqib tashlabsan, ahmoq. Buni xotin bilan hech kim yashamagan bo'lardi. Ho, menga qara. Mushtay bo'lib, nega menga o'shqirasan? Mana shu uyni erkagisan, to'g'rimi? Erkak bo'lib meni qoylatib qo'yding. O'sha sport xaltangni ko'tarib, 4 ta yosh bolani mashg'ulotga o'rgatib, xo'sh, nimaga erishding? O'sha topgan puling o'zingga ham yetmaydi-ku. Menga o'shqirgandan ko'ra, o'zing ne bilaman ishqi? Qizim, nega unaqa deysan? Axir shu ukang yiqqan terganiga seni turmushga berdi. O'chiryo'g'asiz oyi. Agar siz ham boyvachcharo erga tekkaningizda mana bunaqa ahvolda yashamasdik. Oyimga baqirma. Oyi. Bo'la. Opangdan xafa bo'lma. Ikkovingga yoshlik nimaligini bilmading. Opang ham boshqa duonalarga o'xshab yashagisi keladi. Uni to'g'ri tushun. Unga ota tarbiyasi yetishmadi. Hamma ayb o'zimda bo'lam. Otang bilan birga yashashimiz kerak edi. O'g'lim, opangni boshqa urmagin, xo'pmi? Xo'p, oyi. Faqat siz xafa bo'lmasangiz bo'ldi. Xo'jayin keldi men uchun. Bor qara. Buni ber menga. Ketyapman. Bor, tez bo'l.
Nega kelganimni bilgandursan? Zuha qayerda? U menga o'yindan chiqishini aytdi. Men esa unga o'yindan xavfsiz chiqishiga sharoit yaratib berdim. Hayot zo'ru. Xo'jayinniki. Ha. Yangi xo'jayin degani? Yaxshi. Men ham o'yindan chiqmoqchiman. Bilaman. Shuning uchun ham men senga omad tilagani keldim. Rahmat. Sassiq baliq butun bir ko'lni sastadi. Ko'l esa meniki. Tavba qilishga ham ulgurmadim. Alloh o'zing afv etishni sevguvchi zotsan. Gunohlarimni o'zing kechir. Ayb o'zingda.
Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Ko'rinishingizdan kayfiyatingiz yo'qga o'xshayapti. Bir nima bo'ldimi? Xo'sh. Topdingiz. Haligi o'qishga kirish uchun imtihon topshirgandim. Bugun javobini bilgani borgandim. Kira olmayman. Shunga kayfiyatim yo'q. Qo'ysangiz-chi. Shunga ham siqilasizmi? Sira ham siqilmang. Bunga arzimaydi. Bilasizmi? Dunyoda milliondan ortiq abituriyentlar o'qishga kira olmagan. Shu jumladan men ham. Yo'q, kira olmadim. Ha. Men anchadan beri shu yerda ishlayman. Siz-chi? Hoynahoy ishga ketishdan oldin tushlik qilgani kirgandirsiz-a? Ha, yo'q, shunchaki qornim ochdi. Ishim asosan kechqurun. Kichik yoshdagi bolalarga mashg'ulot o'taman. Murabbiyman. O, sportsmenman deng. Juda qiziq. Ha, shunaqaroq. Ismingiz nima? Maftuna. Sizniki-chi? Meniki Shahzod. Tanishganimdan xursandman. Men ham. Anuku. Bu bilan gaplashib olishim kerak. O'rtoq, qo'ysenchi, o'sha kunning muammodan keyin oyim har kuni bangisaga qatnayaptilar. Men qilasan ortiqcha g'alvani. Bor, o'tirib turgansan, men o'zim gaplashaman. Sen ko'rasi bor ovqatlaringni yur. Bor, sen o'tirib turgin. Bo'ldi, men o'zim gaplashaman bu bilan. Bir nimani boshlamasang bo'ldi-da. Bo'ldi. Nimadir kerakmi? Bugun juda ham ochilib ketibsiz. Siz ertaga ham shu yerdamisiz? Shu yerda bo'laman. Ertaga kelaman. Yaxshi. Ertaga yana kelsa, hamburger o'rniga busburger yesa, cheeseburger o'rniga oyoq yesa, bo'ladimi? Ungacha uxlab qolgan bo'lasan, kecha yegan kaltalaring kamlik qildi-da. Nima? Kechasan, to'satdan urib qolding. Erkak bo'lsang, keyin hozir gaplashamiz. Erkak bo'lganingda gaplashardim, sen erkak emassan. Nima? Tushunmadim bu. Keyin gaplashaman. Seni bos bo'ldi. Qoch, qo'yvor. Qoch, bo'ldi. Qo'yvorga sen bilan gaplashaman hali. Shundoq qo'yib qo'ymayman. Bo'ldi, qilsangchi. O'zingni bosi. Qayoqqa? Bo'ldi, qillaring. Militsiya. Bo'ldi, militsiya. Bu yerda nimalar bo'lyapti o'zi? Qani yuringlar, ichki ishlar idorasida hal qilamiz. Yuring. Idorada gaplashib olamiz. Shu yerda gaplashamiz. Siz ham yuring. Ochib qolmoqchimisiz? Majlis fuqaro, mashinaga o'tirib oling. Hammasini idorada gaplashamiz. Bo'la qolinglar. Chiqing. Qo'yvorib
o'tirib oling. Idorada gaplashib olamiz. Chiqing, o'tiring. ko'zi og'rib qolishi zerikdik. Mana endi birga. To'g'rimi, Timur? O menga qara. Sen devmisan? Shuncha ovqatni bir o'zing yedingmi? O'zi bir kosa ovqat bor ekan. O'zi bir kosa? Umuman ovqatimga tegmagan. Men qilgan ovqatga ikkinchi qo'ling tekkizmagan, tushundingmi? Menga qara. Sen nima qilib meni Sanjarim bilan urushib yuribsan? A? Gapir. Nega ko'zingni o'qilasan? Ha, meni yigitim. Uni juda sevaman. Meni tushundingmi? Sevgan yigitim. O'sha seni iflos yigiting og'aylarim orasida seni suyug'oyoq deb aytdi. O'sha sen iflos degan inson meni hayotimni bir bo'lagi. Otasiz o'sib dunyodan bezib yurgan paytlarimda u meni hayotimga mazmun kiritdi. O'sha sen iflos deb atagan inson yirtiq paypoq kiyib yurgan paytlarimda boshimdan oyog'imgacha kiyintirgan. O'sha sen iflos deb atagan inson men uchun sendan ham onangdan ham afzalroq. Nima deyapsan?
o'z yoshligidan voz kechgan. U bizni katta qilaman deb ko'chalarda erkak ish qiladigan qora ish qilgan. Ko'zim ko'kda ziyon istab samalarga uchradim. Adam dashti balolarga, fanolarga uchradim. Balolarga, fanolarga uchradim. O'shal orzu, o'shal tilak kuyingda zot titrab yurak. Surat bo'lak, sirat bo'lak siymolarga uchradim. Sirat bo'lak siymolarga uchradim.